Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. İmam Maverdi rahmetullahi aleyhinki Edebuddin ve Dünya namlı kitabındaki dersimizin bugünkü devamında yanıla İmam Maverdi rahmetullahi aleyh mal dünya bilen ilimdeki farkını siliştirip bu şu dersinki devamında tüvende bir şairniki tüvendeki şiirini misal süptüdü bayan kılıp ötüptü. Bu şiirde mundak deyilgen. Jillaniki üçü insanda ma'lum bir ortiqchiliklarni bayon qilib bildirmasa, buni kichik bola, büyük bola ya kichik bola deb ataymizda uni. Senin shu sanab o'tgan kunlaring, yillaring sana hech qanday bir unum yaratmasa yoki bu kunlarda shu o'tgan tarixlaringda ilm irfon yoki fazilatga erishamasan, hech qanday bir yaxshilikning tig'i bo'lmasa yoki ilm irfoning tig'i bo'lmasa, buni kichik bola deb ataymiz deydi. Endi zaman, davr har holda bu yomon nachar taraf ekan bu davr deganning yoki zamonniki. Har qanday bir nodon, jahil, o'ziga o'xshash nodonni topadigan, o'ziga o'xshaydigan odamni topadigan bir davr ekan bu. Demek nadamma o'ziga o'xshash nadam bilan do'st bo'ldi ekan, nadam bilan aralashadi ekan. Shu zamonniki, davrniki yomon taraf ekan demoqchi bu yerda. Odam ba'zida shu turmush qiyinchiligi tufaylidan yoki turli hunar kasb bilan bo'lgan mashg'uliyat tufaylidan ilm izlashdan yoki ilm o'qishdan, izlanishdan to'xtab qolishi mumkin yoki cheklanib qolishi mumkin. Bu mu başka özürler qaylığa vaqtida hamda bekrak özürler bo'lishi mumkin. Shundaqdimi? Bunda avval nadir kam uchraydi. Faqat ochko'z, mal dunyoga to'ymaydigan, mal dunyoga bek herisman, mal dunyoning qul bo'lib o'tadigan bunda odamlar borda. Masalan, bunda odamlarda shu mal dunyoning kayniga mutlaq cheksiz kirib ketish sababidan ilim irfonga bo'lgan söyüniş yoki beqinish kam uchraydi. Bunda odamlarda ilmga bo'lgan qiziqish havas qat'iy bo'lmaydi. Bundan boshqa odamlarda bir oz ilmga bo'lgan erismanlik yanada mavjud deydi. Undaqda mal dunyoga bek erisman bo'lmagan odamlar ilmga bo'lgan o'ziniki ma'lum bir vaqtini berish kerak. Davamlıq bu hüner kesip qiladigan pul topadigan vaqtlar olmaydi. Onun kuzi bo'ladi, qishi bo'ladi, ertasi yezi bo'ladi. Yoki kecha kunduz bo'ladi, yoki kunduz ishlaydi, yoki kechida ya ma'lum yana vaqt topqili bo'ldi ilmga bo'lgan. Cho'qim bu hunar kesib qilgan yoki pul topgan odamlarniki ma'lum bir orom oldigan, ta'til qiladigan kunlari bo'lib qoladi. Shundaq vaqtlarda yani ilmga bo'lgan o'zining vaqtini berish lozim. Davamlı hunar kesibga pul topishga o'zining vaqtini, o'zini barlig'ini otib berayotgan odam hech qanday bir hunar kesibdan boshqa, pul topishdan boshqa bir go'zallik taraflarga bir bo'sh vaqt ajratmagan odam bu dunyoning quli deymiz. Ochko'zlik, herismanlikka asir deymiz bu odamni. Janob Rasulullohdan shunday bir hadis bayon qilingan. Peygamber sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: har qanday narsaniki ma'lum bir vaqti bo'ladi, payti bo'ladi, to'xtaydigan paytlar bo'ladi. Yani mavsum oxirlashadigan paytlar bo'ladi. Bir odamning rohati ilmga bo'lsa, shunda bir orom olgan paytlarda yoki ta'til qilgan paytlarda ilmga intilsa, ilmga yuzlansa, bu odam nijot topgan bo'ldi deb Peygamber sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki yana bir so'zda Cenab-ı Resulullah sizler salih ulemalar bulunlar. Eğer salih ulemalar bulanmagan vaqtinglarda ulemalar bilan hem sohbet bulup oturup qo'pash qilinglar deb shunday degan. Sizlarni hidoyatga boshlaydigan ilmni anglanglar, quloq solinglar, tingshanglar. Zalolat va halokatdan qaytiradigan, to'sadigan ilmdir bu deb shunday degan Peygamber sallallohu alayhi vasallam. Şoňlaşqa hidoyatga yo'l ochadigan, yomonlikdan, dalokatdan, zalolatdan to'sadigan ilmni tanshab beringlar, o'rganib beringlar, o'rganinglar demekçi. Şoňlaşqa bir qism ulemalar o'ziniki hikmat durdanlarda ilmni yaxshi ko'rgan odam ilmning butun fazilatlari bu odamni o'rab turdi deydi.
Danışmanlarniki mundaq bir hikmetli sözleri var. Ölümalarga hem söhbet bolgan, shular bilan o'tirib qo'pash qilgan kishilarga nisbatan bundaq kishilar nihoyatda temkin, eg'ir bisiq bo'lib qoladi. Nadan odamlar bilan o'tirib qo'pash qilgan, jahillar bilan o'tirib qo'pash qilgan odamlar nihoyatda haqir ko'rinadi deydi. Chunki bundaq nadonlarniki axloqini o'ziga so'ndirib oladi. So'ndirib oladi. Shu tufaylidan bu nihoyatda haqir, tuvan bir arzimas kishiga aylanib qoladi deb shundoq degan. Balkim ba'zi odamlar ilm o'rganishdan o'zini yiroq tutishi mumkin. Sabab bu ilm nihoyatda qiyin. Bu tek yetmek tez. Bu oyga chiqarmoq nihoyatda tez deb ilmga bo'lgan sus bir tuyg'uda bo'lib qolishi mumkin. Yoki o'ziniki zehnining o'tkir emasligi, farosatning tuvanligidan o'rganmay qolamanmi, aqlim yetmay qolarmi deb ansirab qolishi mumkin. Bundaq gumon, bundaq tuyg'ularda yashash bu nihoyatda ayiblik. Nuqsonliq odamlarda, o'zi kamtik odamlarning o'zirli. Ojiz, irodasi ojiz, nafsiyati, xarakter ojiz odamlarningki andishlaridir. Chunki sinab boqishdan burun bunga taslim bo'lish, o'zini tuvan ko'rish bu nodonlikdir. Sinab boqishdan burun ensirab ketish bu insondagi psixikalik ojizlikdir. Shoir shundoq deydi. Bu shoir shundoq deydi. Sen bir ishlardan bek andish qilib, qo'rqib, ensirab ketma. Chunki bu nafsiy ojizlik, qo'rqinchoqlik oxiri orzuga yetenmaydigan bir ümidsizlikka, mag'lubiyatga ilib bordi deb shundoq degan. Bir odam Hazreti Abu Hurayra radhiyallohu anhuning huzuriga kelib shundoq degan. Men bir ilm o'rganish orzuyum bor, lekin bu ilmni yo'qotib qo'yamanmi deb ansirayotim. O'rganib bo'lgandan keyin unutib qoladigan bunday bir avvalli bo'lib qolarmi deb ansirayotim debdi-da. Degandan keyin Abu Hurayra radhiyallohu anhu bundoq debdi. Sening mush ilmni o'rganmay zada dastlabda voz kechiblam hozir. Mush irodasizlik qilib ilmni tashlab qo'yganing, ilm o'rganmasligining o'zilam yetarlik zoya qilishdir. Mana yetarlik yo'qtishdir deb shundoq deb javob bergan. Odamningki, masalan, odamlar orasidagi tushunchasininki farqli bo'lishi, aql idrok farosatningki o'xshamasligi tufaylidan bu odamlarningki ozroq bo'lsa-mu, oddiy bo'lsa-mu ilmga erishish nasibisidan yuz o'rishga, umidsiz bo'lishga bo'lmaydi. Aqllisi bu odamning ma'lum jihatdagi oddiy bo'lsin bir nodonlik doirasidan bu odamning ma'lum o'z bilgidek doiradagi bir xususiyatga erishtirdi. Yo'g'on cho'qim ilmlarni o'rganish shart emas. O'zining farosatiga loyiq, aqliga loyiq holatda kichik doirada, oddiy bo'laklarda o'zingniki bir nodonligini yo'qotsang, shu yetarlik. Chunki suvmi o'zining yumshoqligiga boqmay, shu toshlarga qattiq quram toshlarga ta'sir ko'rsatadi. O'zining yumshoqligiga boqmay suvmi. Endi bu pokiz bu ilmlar pokiz suzuk ilm degan albatta qiziqadigan, o'rganishga intilib turadigan odamga nafsiga cho'qim ro'yiga ta'sir ko'rsatadi albatta. Yana birisi Talibun Xali deydi. O'zining vaqtini bera oladigan, bo'shuna oladigan ilmga. Bundoq talibga cho'qim ilm o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Bo'lapmi ilm o'qiyma deydigan odam albatta bu qo'llashga erishillik, ilohiy qo'llashga erishilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda shunday deydi, haqiqatan farishtalar o'zining qanotlarini talibul ilmga, ilm o'rganmoqchi bo'lgan ilmdorga o'zining qanotlarini yoyidi. Ne sebepten deganda
bunun öğrenmekçi boğan nesiden memnun bulup, xursand bulup, periştler kanatlarını yaydı. Yani bu yerde yardımcı bulup, kollaydı demekçi bu yerde. Bugünkü dersimiz bir şey geçmeye koyayım. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.